Oralar yo'qmi? Og'riqlari yo'q, alhamdulillah, Xudoga shukr. Qo'rqinchli emasmi ekan operatsiya? Ha, qo'rqinchli bo'lsa ham men qo'rqmadan yig'ladim desa. Onamni olib boraman deyapman, anchadan beri ko'ndira olmayapman. Qo'rqyapti operatsiyadan. Mana kecha chiqdingiz, kech ovqatni yedingiz, ovqatlandingiz, nonushta qildingiz bemalol. Mana bu uyga ruxsat beryapmiz. Bir kunda ketyapsiz-da. Ha, shu. Bir hafta ehtiyot qilib turasiz sovuqdan. Ha. Keyin nima yesangiz yeyverasiz. Qo'rqadigan narsa hammasi orqada qoldi. Yuzingizga issiq narsalarni qizdirib bosish, sham qo'yish, fizioterapiya qilish mumkin emas. Qolgan narsadan cheklov yo'q. Lekin bu og'rimaydi, qo'rqmang. Ya'ni ehtiyot qilmang demoqchiman. Ha, o'shanga urganib qolganda hayolimda ana mana qilib yeb o'shanga masani qo'yganmanmi? Shunaqa. Buni olib tashlayman. Jon orom topib qoldi. Bemalol yeyapti. Allohning darbarida mas'ul. Allohimiz qanaqa darslar topganlaring yaxshilik qildirga bersin. Bizlar hammalar dardi bolalar mana kelyapti, hammasi shifo topib ketyapti Allohim. Mana shunday chiroyli binolarni qurganlarga ham rahmat. Ana chiroyli sharoitlarni yaratib qo'yibdi. Mana qizlar ham hammasi chiroyli, hammalaring sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Alloh akbar. Aytganingiz